Ozish uchun 3 ta maslahat. Bugun o'zimni vesimni qo'ya olmadim, zato maslahat bera olaman. Birinchi navbatda shoshilish kerak emas. Psixologik tayyorgarlik juda ham muhim ekan. Tez ozish organizmni holsizlantirib, ko'ngilni aynitib, kuchdan qoldirar ekan. Imkon qadar shoshilmanglar tez ozishga, lekin 3 kunda 3 kilogramm ves tashladim men. Bu juda yaxshi natija. Demak 10 kungacha hali olib boramiz. Qanday 2 kilogacha ozaman, lekin holsizlik kuchayapti. Dieta qilmadim, umuman sport qilmadim. Hech qanaqa yashash tarzimda o'zgarish qilganim yo'q, faqat qo'shimcha giyohlar ichyapman va to'g'ri ovqatlanyapman. Demak, birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanamiz. Masalan, birinchi o'chirda suv, keyin shirinlik, keyin salat, keyin ovqat. Mana shu tartibotda ovqatlansa, demak, juda ham effektivniy bo'ladi. Birinchisi bu. Ikkinchisi zig'ir urug'i. Zig'ir urug'ini maydalab bir choy qoshiqni yoki bir osh qoshiqgacha bo'lgan dozani bir stakan suvga damlab qo'yib, 10-15 minut kutib yoki ozgina 5 minut past olovda qaynatsak ham bo'ladi. O'shani kunda 2-3 mahal ichsa, demak, ishlarimiz zo'r yurg'izadi. Uchinchisi, hamma bilgan yoki bilmagan asal, zaytun, limon aralashmasi. Bir qoshiqdan bir xil dozada aralashtiriladi. Kunda 2 mahal. 3 mahal ichsa ham zarari yo'q. Ba'zi ves katta akalarimiz uchun foydali. Bu yog'larni juda yaxshi eritadi, metabolizmni yaxshilaydi. Vesingizda o'zgarish bo'lmasa ham, ozayotganingizni o'zingiz his qilasizda. Qorinlaringiz kichrayib, takoy figuralar joy-joyiga kelayotganini his qilasiz. Hozir menda shunaqa bo'lyapti. Vesim balki kilogramda kichkina bo'lmayotgandir, lekin juda ham ixchamlashib ketyapman. Xullas, ozmoqchi bo'lgan tanishlar bu videoni jo'natinglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar, 10 kun ichida ko'ramiz qanaqa natijalarga erishishimizni.